Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Ishlarimizni kech bo'lishiga qaramasdan davom ettiryapmiz. Romlarimizga kraskalarni sepib, gullariga chiroyli qilib. Hozir bunga bir qator sepdim, yana bir sloy sepiladi gullarning o'ziga. Shu bilan qurisa ertagalikka tozalab, shishirib ustanovkaga olib chiqamiz. Ular karonalarni ham bir sloy sepdi, hozir yana bir sloy sepamiz. Her tarafda quritishga qo'ygan ishlarimiz. Mana shilinishlari xuddi shu holatda mana shunaqa bo'lib shilinib ketadi. Bu tarafda plinslarimizga ponni kraskalarni sepdik. Romlari. Ishlarimiz xudo xolasa chiroyli qilib davom ettiryapmiz. Yurayotgan qizlar podpiska bosish esdan chiqmasin.